Xitoyda kuchli portlash yuzaga keldi. Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchisi, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyda sodir bo'lgan og'ir fojia munosabati bilan hamdardlik yo'lladi. Davlat rahbari Xanan provinsiyasidagi sanoat korxonasida yuz bergan halokat oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jarohatlangani munosabati bilan Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinga ta'ziya bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning Xanan provinsiyasi markazida joylashgan Luyan shahridagi feerverk ishlab chiqaruvchi fabrikada kuchli portlash sodir bo'lgan. Fojia oqibatida 26 kishi halok bo'lgan, yana 61 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olgan. O'zbekiston rahbari o'z murojaatida halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirib, ularga sabr-toqat va matonat tiladi. Shuningdek, jarohatlangan insonlarga tezroq sog'ayib ketishini so'rab, ezgu tilaklar yo'lladi. Xabarlarga ko'ra, portlashdan keyin hodisa joyida keng ko'lamli qutqaruv ishlari olib borilgan. Mahalliy maxsus xizmatlar va tibbiyot xodimlari jabrlanuvchilarga shoshilinch yordam ko'rsatish uchun safarbar qilingan. Fojia Xitoy jamoatchiligida katta qayg'u uyg'otdi. Ayni paytda hodisa sabablari bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Mutaxassislar portlash xavfsizlik qoidalari bilan bog'liq omillar natijasida yuz bergan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi do'stona munosabatlari va strategik hamkorlik so'nggi yillarda yanada mustahkamlanib bormoqda. Shu sababli bunday og'ir kunlarda bildirilgan hamdardlik ikki davlat o'rtasidagi yaqin aloqalarning yana bir ifodasi sifatida baholanmoqda.